Allohim o'zingga behisob hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Ey Robbim Alloh, o'zingga shukr, shukrlarga yetkazganingga shukr. Muborak bo'lsin. Ya'ni Qurbon hayiti mana yaqinlashyapti. Alloh shukrlarga yetkazganingga shukr. Qurbon hayitini Alloh hammalarimizga o'zing xayrli, barakatli qilgin. Allohim hammalarimizga o'zingga qurbonlik qilib o'zing nasib qilgin. Allohim sen ham Allohim o'zing ishlaringga, kasb-u koringga, topayotgan tutayotganlaringga Alloh baraka bersin. Boshida turgan otaxon qadini Alloh o'zi umriga rizqiga Alloh baraka bersin. Ularning duolarini o'rgilgin. Alloh taolo o'zi haq yo'ldan yanglishtirmasin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Bu boshlagan ishlaringni Alloh o'zi xayrli qilsin. Alloh taolo umringga, rizqingga, kasb-u koringga, topayotgan tutayotganlaringga Alloh o'zi baraka bersin. Kelayotgan Qurbon hayiti hammalarimizga Alloh o'zi xayrli qilsin. Amin. Hammaga qurbonlik qilish nasib qilsin. Amin. Rahmat. Sog' bo'ling.